O'zbekiston! Oba! Assalomu alaykum O'zbekiston, paradishli mujiki, dasturli mujiki, yaxshimisizlar? Qadrdonlar, yaqinlar kelib, qarindosh urug'lar kelib xabar olib ketibdi. Alhamdulillah. Shu munosabatdan mana akam kelibdilar Toshkentdan. Gap bo'lishi mumkin emas. Rahmon aka, O'zbekistonlik bir ikkita yaxshi akalarim bor edi. Bittasi kishi qoldi. Bir ikkita joylarni kontrakt qilganlarim birdan uzib ketdi. Shu kishi uzmay, uydagilarimdan, akalarimdan, onaxondan bir nimani uzmagan ekanlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat aka, sizga akalar ko'paysin. Gap bo'lishi mumkin emas. Mani yana ommaga chiqib ketgan, hamma gap so'z bo'lib ketibdi. Chiqib eshitdim bu narsani. Men O'zbekistonga o'zim kelganman, o'z oyog'im bilan o'zim. Meni hech kim chaqirmagan. Men hech kimdan gapiga kirib, hech kimning gapini quloq solib kelmaganman shu yoshgacha. Shu berdan keyin ham shunday bo'lib ketadi. Faqat ota-ona akani gapiga quloq solingan bo'ldi bu hayotda. Kimdir gapiga quloq solinmagan. O'zim kelganman. Nimaga kelganman? Meni ishongan xalqim yoniga, meni ishongan, meni kutgan xalqim yoniga, janglarimni kutgan xalqim yoniga O'zbekistonga kelamanda, bir ikkitasini O'zbekistonni ko'zini yoniga mazasini qochirib qo'ygan kelgan edim. Mana janjal qilyapmiz, chiqdik mana alhamdulillah O'zbekiston. Sizlarning duolaringiz bilan mana ozodlikka chiqdik. Kelamni mana akalarim bilan ko'rishdik, gap bo'lishi mumkin emas. Aka gapiring, nima gaplaringiz bu O'zbekistonga? O'zbekistongami? Mana gapim nima? Faqat yigitlarning omadini bersin. Uka, borlaringga shukr. Siz yo'g'ingizda mana rosa ozgina qiynashdi odamlar, lekin biz u narsalarga e'tibor bermaymiz. Yo'limizda davom etamiz. Sizday ukam borligidan faxrlanaman. Nima qiyin kunlar bo'ladi aka. Alloh sinov beradi boshiga. Bu joylardan chiqib ketish kerak. Odamlarning gapiga parvo qilmaslik kerak. Biz Malayziyaga turgan paytimiz bir narsani niyat qilib qo'ygandik. Mana Tailanddan zal ochamiz. Gapirilib qilinadi. Aka, Tailanddan mujiklar uchun bepul zal ochib beradi. Uni bo'yniga qo'yilgan, uni qo'l taylangan. Bu narsa qilinadi. Yo'qmi aka? Aytildimi? Qilinadi albatta. Bo'lishi mumkin emas. Paddishkani bosinglar sizlar, davom etamiz. Kelgan joydan davom etamiz. Gap yo'q. Qayerdaki to'xtagan bo'lsa, o'sha yerdan undan ham zo'r davom etamiz. Prosta ba'zi insonlar ko'rib qo'yish kerak bo'lgan narsalarni ko'rsatib qo'yamiz. Faqat padeshka qilasizlar, biz esa mana shunday dastoyni ukalarimizni Xudo xolasa yonida bo'lamiz, aziz yurtdoshlar. Gap yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Shahzodjon, oxirgi yomon kunlarimiz shu bo'lsin. Bundan buyog'iga faqat yorug' kun, yaxshi kun bo'lsin. O'zbekiston! Oba! Arsida bo'ronlar tinadi demang, birovning tulporin minadi demang, bir kuni yiqilib sinadi demang, sinmaydi yigitning mardi sinmaydi.